Assalomu alaykum. Kanallarımız hürmetli a'zolari ve aziz yurttaşlar, bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganchda joylashgan shahrimizda 3-qavatda 3 xonali yangi domda 78 kvadrat metr bo'lgan kvartira bilan tanishib o'tamiz. Shifolikda degansizlar. Mestas ham zo'r. Bu yerda bog'cha, maktabdan, yeshituvdan muammosi yo'q. Aldalar ham ko'rib turgansizlar, zelyonli zonalari bor, fasadlar travitillar qilingan. Ajoyib yangi domda joylashgan. Mestasi zo'r. Mesta положениясida gap bo'lishi mumkin. Bu yerda transportlardan muammosi yo'q. 7 marshrut o'ttirdi, bir yandan 19. Zo'r mestada joylashgan. Ham dokument ham 100% tayyor. Turib to'g'ri remont boshlab beraverasizlar. Ketdik birgalikda ko'rib, donishib o'tamiz. Kvartiramizga kirib keldik azizlar. Kirgandan prixожий zonasi. O'ng tarafda bu yerda elektrik avtomatlar ham qo'yilgan. Devorlar polniy shifokoblikdan chiqib turibdi azizlar. Chap tarafimizda esa hojatxonasi joylashgan. Hojatxona oddiy, yumushxona oddiy joylashgan kvartiramizda. Kanalizatsiya montajlari, vodoprovodlar gap turibdi. Ko'ryapsizlar. Bu tarafimizda esa oshxona qismi bo'ladi. Devorlar ham chiroyli qilib shifokoblikdan chiqarib qo'yibdilar. Gaz to'shkalari ham gen, aynalar plastik ramlaridan. Dokument ham 100% tayyor, ham elektrika montajlari qilingan bo'lgan tayyor. To'g'ri remont boshlab beraverasizlar. Shifokoblikka uramonda bermaysizlar. Bu tarafimiz zol qismi bo'ladi. 5,5 va 5,5 razmerda tushgan. Bu ham shifokoblikdan chiqqan. 2 yerda oyna o'rnatganlar plastik ramlarni yorug'lik yaxshi bo'lishi uchun. Bu tarafimiz spalnidan balkon chiqadi azizlar. Birimiz 2,90 ham, 3,5, 3,70 razmerlarda bor. Şunun yanında yine bir spalnimiz birimiz 3,70 razmerda shifokoblikdan chiqib turibdi. Aynalar plastik ramlardan azizlar. Bu tarafimizda esa xonadan chiqqandan chabimizda yuvinish xonasi joylashgan bo'ladi. Bu yerda kanalizatsiya montajlari bo'lan suvoqdan chiqib turibdi azizlar. Bu ham kichkina emas, o'rtacha kattalikda. Orientirni lokatsiyasini eslatib o'tadigan bo'lsak, Luchoyda joylashgan yangi domda 3-qavatda 3 xonali 78 kvadrat metr bo'lgan azizlar. Kvadrat metr ham katta, narx ham zo'r. 5,5 million so'm aytilib turibdi. Ustida kelishlardan yeri bor. Azizlar, kelsangizlar, narichi ustida sanatasizlar, qaytib beriladi. Ham dokument ham 100% tayyor, to'g'ri notariusga boradan. Azizlar, hech narsadan muammosi yo'q. Bilasizlar, bu yerda bog'cha, maktablardan muammo yo'q. Transportdan ham 7 marshrut bir yandan 19 marshutlari o'tib 17, 19 marshrut. Zo'r mestada joylashgan azizlar. Shaharning xalq markazi Luchoyda. Hamma o'ngayli Al-Xorazmiy ko'cha ham hurmatli tomoshalar. Ahmad Cheese, bir yanda Big do'kon, Xorazm Palaz. Shaharning xalq markazi desak ham bo'ladi azizlar. Kanalimizga yangilar bo'lsa like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, videomizga yangilik tashlash uchun sizlarga qo'ldan kelgancha arzon nuqtai xaridorlarni taqdim qilamiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarımizda görüşünce xayr qolamiz.